Bugun gaz bilan ozgina muammo bo'ldi. 2 kunda o'lmagan, 2 kunda bateriya bo'lmagan narsa 6 soat 7 soatda undan ko'p bateriya bo'lib ketdi. Birinchi bo'lib, buni temperaturasini bir xil ushlash kerak ekan. 2 kunda 10 dona bateriya bo'lgan bo'lsa, bedana 6 soat 7 soat atrofida 50 ta 60 ta o'lib ketib qoldi. Juda ham e'tibor berish kerak ekan temperaturaga. Bular hammasi bitta bo'lib zich bo'lgan ekan, bir-birini bosib o'tirib olar ekan. Rasa ham bugun og'ir kun bo'ldi men uchun. Xonani haroratiga juda e'tiborli bo'lish kerak ekan. Propanni ham damlab kelib qo'ydim har ehtimolga qarshi. Svetli ehtiyotini olibmiz, lekin gazli ehtiyotini olmagan ekanman. Ekstremni bo'lib qoldi-da. Doim zapasda propan balon bo'lishi kerak ekan. Tugab qolsa boshqa bordi keldigacha ancha vaqt ketib qoldi menda. Lekin yomon emas, Xudoga shukr. Rollerlarimiz ham zo'r. Hozircha bateriya yo'q. Vitamin suvini berib turibmiz. Xudo xolasa hozircha yaxshi. Ulardan bateriya yo'q. Asosiy bateriya bedanadan bo'lyapti. Yemlari, suvlari vaqtida joyida bo'lib tursa, eng asosiysi xonani haroratiga e'tibor berish kerak ekan. Boshlamoqchi bo'layotganlarga ozgina tajribani o'tkazyapmiz-ku baribir. Maslahat o'rtada-da. Hozircha o'sha bir 70 talari o'lib ketib qoldi. Hali kuzataveramiz endi nima bo'ladi Xudo xolasa, yaxshilik bo'lishiga umid qilamiz. Jigar rangni ko'ring. Boshqacha ekan bu.